Assalamu alaykum, sevimli izləyicilərimiz, uşaqlarına xeyirlik olsun. Bugün biz şu 100 yıl burun, 100 yıl keyin degan temada sizlar bilan azroq paranglashmoqchi, ya'ni Nazar Xo'ja Abdusamatning hayoti va asarlaridan bugungi nazar. Bugungi dars adabiyot darsiga o'xshab qolishi mumkin. Ammo shunda bo'lsa ancha-muncha tarixni, bundan burungi hayotimizga bir qarab baqayli degan maqsadda shu tuyg'ularimni sizlar bilan o'rtoqlashgim keldi. Nazar Xo'ja Abdusamat shu sizlar rasmni ko'rayotgan shu kishi shu, bu endi sizmi rasm taxminiy shunga o'xshaydigan bir odamkan, bu nim qilingan bir parcha rasmim bor. Nazar Xo'ja Abdusamatni men avval his qilam, tanishtirib o'tay. Nazar Xo'ja Abdusamat 1887-yili 8 ayning 27-kuni hozirgi Qozog'iston qarashliq G'aljat yesida tug'ilgan. Hayotida ko'plagan ilmiy emgaklari Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotida nihoyatda muhim rol o'ynab kelgan madaniyat sarkarlaridan biri. Ayni zamonning tanilgan jamoat arbobi, mashhur adib, tarixchi va olim. U Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotining shakllanishi va demokratik adabiyotning barliq kelishida nihoyatda muhim rol o'ynagan. O'z hayotida nurg'un qismatlarni boshdan kechirgan, shundoq Uyg'ur adabiyoti va ma'rifiga o'chmas tuhfalar qo'shgan. Nazar Xo'ja Abdusamat o'zi Qozog'istonga qarashliq G'aljat, burun bizningki vatan bizning yalg'i u. Shu yerda tug'ilib 1900 tugab ketgan vaqti. To'xtanglar, shu vatanda tugab ketadi, G'aljatda-chu. Bu adamning endi nima uchun biz masalan ya darslik kitoblarda yoki nimalarda bek ko'rmagan desanglar, bu kishi shu 1948-dami shu yillar hozir aniq topganda deb birma tugab ketadi. 1945 va 48-yillarda 3 viloyat inqilobininki rahbarlari deb nimada kitoblarda shuni olamiz bizningki 2-Jumhuriyat rahbarlarimizdan Ahmadjon Qosimi, G'ani Botir qatorliqlar bu kishini yo'qlab suhbatda bo'lgan. Shu arada Shingsay hokimiyati bizning vatanimizda hukm surgan shu yillarda bu odam ig'ir nima uchraydi, ziyonkashlik uchraydi va uningki nurg'unlagan asarlari, nurg'un narsalari biz bilan yuz ko'rshammaydi. Endi Nazar Xo'ja Abdusamatni nima uchun bu yerda deb qoldik degan vaqtida bizningki mundaq 100 yil burungi xiyol qilsanglar, sizlar mayli tarixni qanchalik o'qigan bo'lsanglar va yoki bo'lmasa shu asarlarni ko'rgan bo'lsanglar, bizningki qadimiy asarlarimiz desa nurg'unlarimiz Qutadug'i bilik bilan turk tillar divonini deb beraydi. Hammasi 1000 yil burungi asarlar shunami. Undan keyin shu Qisasul Anbiya, Rabg'o'zining Qisasul Anbiya degan asari ko'z oldiga keldi nurg'unlarning. Undan keyin sal mayanga kelsak, o'rta asrga Saydiya xonadonliklari davriga kelsak va undan keyin ma'u yaqin qism klassik adabiyot davrlariga kelsak, shu bizningki darslik kitob tugangan Ahmad Shah Qarqashning Ataqida Muhammad esonlarda bormiki, shu va undan keyingi davrlarga keladigan bo'lsak, avval adabiyotning shakllari va tili qaraymiz. Nima desanglar, asosan ta shu Abduqodir Domullamning Mahbubul Qulub, ya'ni qalblarning suhbati, Miftahul Adab, adab ochquchi. Mushu men hozir da'vatgan kitoblarning ismidan qarasanglarmi, adabiyotimizning tilida Arab, Paris tillaridan kirgan so'zlar va mushundaq adabiy til, mushlarni ishlatish bir xil nima. Ya'ni kitobiy til boshqa, kishilarning normal hayotda so'zlaydigan tillari yana boshqa. Xalq og'iz adabiyotidagi qo'shoqlarning tillari boshqa, shoirlarning yozadigan she'rlarining tili boshqa. Shunga bu masalan sal o'qigan, masalan adabiyot yoki ulamo aynı zamanda diniy ma'rif, fanniy ma'rif deb gap yo'q. Hammadan madrasada o'qiydi, yetishib chiqadi. Madras ma'rifimizdami arab, faris tillari, ya'ni mantiq deb logika,
Mesela münecimlik dep astronomiya, algebra muş dersler ötüldi emniyette. Şu devirlerde şuna yetişip çıkan bilen bu bilimler umum xalqdan sel uzak. Çünkü til, xalq tili bilen yazık tili bek çıkıp fark kıldı. Hem de tunci bulup şu Nazar Hoca Abdüsamet'nin yazgan eserlerde til aşı yolda meňiwatgan ýylyky uçakda dämmedem savatlyk bolup dämmedem okuýalaydygan iş ýok. Aş okuýanmagan adamlarmy düşünäleýdigan tilde ýezilgan ve bu kalemge ilingan. Ondan keyin O'rta Asiyadagi Şura deydi, meýerde men sizlerge köstüp bolgan şu Şura. Çıkıvatkan gezet jurnallarda nurgulluğan eserler ilan kılıngan ve tunji qitim muş özümüzninki mesela Abduxaliq Uyg'urning taxallusini bilimiz, Uyg'ur deb. Tunji bulup Uyg'ur taxallusini işletken kişi Nazar Hoca Abdusamet. Özünü biz asli Uyg'ur milleti mandaq kemiz, özümüzninki. O zamanlarda hem de milletler bek jiq inçik ayrılıp qılmagan. Mesela sen qaysı millet des İbrahim Halilullah'ның milletinden deydigan cevap bergen vaqtida. Vatan yoki bu deydigan chek-chegaralar unchalar aniq emas hamda o zamanlarda. Şu vaqtlarda tunji bo'lib shu Uyg'ur balasi degan taxallusni qo'llanib nurg'unlagan Uyg'ur adabiyotida yangilik yaratadigan narsalarni yozgan. Masalan, tilda bir adabiyotdagi tilda yangilik yaratgan. Yana birisi ayni zamondagi adabiyotlarga qarasak bekrak shu klassik adabiyotda diqqat qilsanglar, shu adabiy tillar bilan bir xil dostonlarni muhabbatga simvol qilib turib o'zininki his tuyg'ularini işte yozgan bo'lsa, Nazar Hoca Abdusamet'ten başlap növbetdeki reallıktaki vaziyet, siyaset, kişilerin oy hayallerini edebiyatga elip kirgen. Şuna bakacak bu kişininki Uygur demokratik inqilabı. Yani keyinki günlerdeki Meyli Lutfullah Mutallib biz bilimiz. Abduxaliq Uygur ve yine birinci, ikinci Cumhuriyet mezgillideki edebiyat senet. Bu köreşlerinin idevi arka sahnesinde turvatkan narsa edebiyat ve sanat. Muşu narsaninki şekillenişide muhim asas sağlayan bir kişi. Hem de bu adamninki Yoruq Sahillar dep bir kitabı. Yoruq Sahillar degan kitabı bek dağınlık. Hem de men şu Yoruq Sahillardaki bizning turmuş namlıq bizningki vatanda chiqadigan miras jurnalidimi mush Obliz Orxun tarafidan retlangan. Hamda bu yerda Obliz Orxunninki gap chiqib qoldi. To'xtam men sizlarga hozir mana bu yangi kitobni Yoruq Sayillarninki retlangan nusxasini sizlar bilan bir tarafdan mush yerda naq maydon ko'rsatgach o'tib ketay. Mana qarasanglar bu yeziq albatta hozir biz taniydigan yeziq. Tunji qitim qaranglar şu Türkistan tarihi deb şu Guljinni cho'rdigan holatda umumyuzlik bizningki vatanning tarixini shunday yaxshi yozgan uchun Yoruq Sayillarda tarix shunday yaxshi. Nim bo'lganligi shu masalan jo'ng'arlardan tortib mush narsalarning hammasini shunday yaxshi tarixni yozib bergan. Endi ma'u Bazır men sizler bilen birlikte müşahedeki bir eserini okumakçı bizning turmuş deydigan. Men sizlerge dedim go'ylaqi edebiyat faqat şiir, parod şiirin bu deydigan klassik narsalarni yozishdan bag'an siri shu real hayotni yozishga o'tgan deb. Endi bu yerda shu maxsus Turkiston tarixi degan Yoruq Sayillardagi mau tarix odamning aniq yozib qoldirib ketgan. Ondan keyin aslında hazır biz şu eserini okugaç 100 yıl burunki emeli hayat qandatdi. Aşımı 1923'te şu çağdaki O'rta Asiyada çıkadigan geziş jurnallarda çıkan eserçi aralıkta men taxminen 100 yıl ötdi. Bugunimizni ko'rgandeklam bo'lib qoldim men qaysi kuni bir parchamush ilmiy maqola yozayotgandim Nazar Hoca haqida. Shu Nazar Hoca haqidagi shularni yozayotgach men nima degan yine aynı bir hayat, aynı bir to'xtamay tekrarlanish deb o'ylab qoldim.
Şoň bugün sizler bilen birlikde aşı eserini birlikde okup çıkımız. Bäzide bizninki Kaşga Spen şu ýerde, ýani hazır Kaşga Üniversiteti bolup ketdi-go. Kaşga Üniversitetinde Erkin Oğuz diýdigan klassik edebiyat berdigan bir malum batdy. Bu adam bek şunda hylyky wetenperwer bir adam diýemdi. Dersleri bek noçy. Şu adamdan bir gipi batdy. Tarih bilmeseň digenni deyse, kanun bilmeseň bägenni ýeýse dep. Yani tarihimizni bilmesek, mana ma keldik. Bizning turmuş degen. Emdi köpçilik o zamanda ýylyky jurnallarda elan kılınganny tiyip retlep mayaga retlep yoruq sayılar dep emdi. Şu retlep çıkırılganmy yoki bu qandaq men manınki yoruq sayılar degen kitapnyň çıkış nimsini taza hem kılamay kaldım. Hazır mişede toxtana tarancili tutulup kalıdı. Kini yoruq sayılar. Menin yazgan makalem vatanda çıkmagan. Çünkü bu kişi mana diqqat qilsanglar, şu Uyghur ve Türkçilik eyni vaqtdaki Türkistan tarihi dep bizning vatanni ayrim qilib yazgan bolgaçqa bu kişi eserlerimi qat'iy nem qilmagan. Keyingi vaqtlarda şundaq bizningki mesela Abla Zorxun deymiz, ziyalilerimiz, tarihçilerimiz ustalık bilen bazı gezi jurnallarga eserlerini naitdi. Ustalık bilen kirgizip etkenken ma Uyghur maqalam biri var. Ança kirip okup baksanlar boldu. Ilmi maqalalar, tarihi näslerini aşağıda okalaymiz. Hem de bizden turmuş degende birlikte muşu yerde okaylı. Burunqı zamanda Uyghur atılıp, hazır atsız qalğan Şərq Türkistan Türkiye xalqlarının turmuş mənzirisi nayit içinişlik ve biçardır. Men vatandik çağda 2010-yılı muş eserini okup, muş eserini ta'liq qilib, muş eser haqida maqala yazıp, jurnalga berip dikenme, yani saq turip dikenme deyme. Özüm okup, uçaq qanda okudum, tası inak bilmeyme. Biz bunu 1914-yılı Aqsu səfirimiz əsnasında köygen edik. Məsələn, o yerdə 15 so'm xəzni berəməyə qalğan bir Türk əziz balasını bir Xitay sodagir satqanlıq. Meyədə Türk dəvatqını Uyğur şu. 2-3 Müslüman ayalının billa bir iflas Xitayga berilib, onun bilan aile teşkil qılğanlığı və can güydisini maqtışıb, ötken keçken Uyğurlarını məsxir qılıb, külüşüb oltırışqınını. Meyədəki can güydisi degeni şu ilaqayım. Yerini demekçi de yerde. Saraylarda tolisi Müslümanlar payişvazlık kılıp, Xitaylar bilen hazırlaşıp, oynayıp oltırışqanını. Tepsi tömür üzgidek yaş yigitler türküm bolup yürüşüp, koçularda vaqırap yürüp, bir parça nan g'erev boluşup, başlarına divanılıqqa selişip, ya dost ya Allah dep havanı yağırtıp, dünyani çağıltıp, bir pul üçün ötken keçkenning itkiga yepişip yürgenligini, öz maişitini öz təmin qılmaqqa tırışqan nomusluq işçilarning kunlik haqqının 6 tiyim boğanlıqdan bunun bilan turmushni ta'min etib, dunyoda yashash asla mumkin emasligini, bunda hunar sanoat nomiga yolg'iz mata chekman va shoyi qo'lda to'qilsimu, lekin oyoq kiyimlari bilan yarışadigan darajada chiroyli bo'lmaganlikdan bozori yo'q ekanligini, savdo tijorat sohasida aytqidek ish qilgan birmi tijorat o'rni bo'lmaganligini, o'qish bo'lsa ta Hazreti Nuh zamonidan qolgan usul bilan bo'lib, buning ustiga bu taraflarda matbuot bu asrda bo'lmaganlikdan, bu jihatdan hech narsa yo'qligini ko'rgan edik. 1914-yili deki ko'rganlarini izotidir. Onun ustiga aile terbiyesi bekli nachar holda bo'lib, bolalarga kichkidan islom terbiyesi berib, islom ro'yi bilan ruhlantirilmaganligidan milliy matbuot bilan oshina odamlar emas, balki matbuotning nimadan iborat ekanligini bildigan odamlarning borligi gumonliq edi. Xulosa. Bularning turmushidan murod hosil emas. Nachar hollarni ko'rib qayg'urishgan va bundan dolayı demekçi mi yedi? Qarang, biz naqadar tilimizning yig'inligini his qila olamiz. Va mushu sabablik men
nim qilib o'qay. Alqi Uyg'urchilashtirib o'qay. Sharq Turkiston Uyg'urlarining istiqboli bek qarang'u, tumanliq va bek vahimli ekanligini sezgan edik. Lekin shundaq bo'lsa-mu Aqsu Turkiston sharqining naq o'ttirsida bo'lganlikdan, bular Xitoy xalqidan g'ayri millatlarga aralashmay yashagan. Ya'ni Xitoydan boshqa millatlarga aralashmay yashagan. Endi Xitoylar bo'lsa madaniyatdan bek jiroq qolganlik uchun ular bek orqada qolgan. Bu yerda mundaq bo'lsa-mu boshqa yoqlarda andaq emasdir. Qashqa xalqi taraqqiy etgandir. U yerda bek taraqqiyparvar Musaboyevlar, Abduqodir Damulla Bağu deb o'zimizga tasalli bergan edik. Hamda tez vaqtda bu diyor ahlimi Qashqarlardan ulgi ilib, tez olam madaniyatiga oyoq bosadi deb umid qilgan edik. Lekin bizning bu umidlarimiz xato ekanligini ko'rdik. Seyyah muhtaram Nushirvan apandi, ya'ni Nushirvan Yashuyev. Bilamizlarki Nushirvan Yashuyev. Buning shu bizning vatanimizga ziyod bu Nushirvan Yashuyev degan shu vaqtdagi hamda Sovet ittifoqining shu yozuvchisi Isabtam deyliqi seyyah deb qo'yib turaylik. Bizning Sharq Turkiston turmushi bilan yaqindan tanishtirgandan keyin istiqbolimiz bek vahimlik ekanligini tushundik. Nushirvan apandining yozishicha, Qashqarda bundan 3-4 yil ilgari gazet o'quvchilar bo'lmagan bo'lsa-mu, hozir xeyli ko'payganligi. Bu hol orqali o'z ahvollarini tushunib, keyingilarning inqirozlikdan qutulishga boshlaganligini, biran-saran tartibli maktablar bo'lishga boshlaganligini anglasaqmi, bu ishlar ularni matlub bo'lgan maqsadga yetkazdi. Inqiroz cho'nqiridan tartib ololmaydi. Buningga sabab kasal odam o'zining kasal ekanligini bilish, tushunish bilan saqaydi deb hukm qilib bo'lmaydi. Avval buni davolash uchun tabib kerak. Buning tabibi jasur, faol va hech horimas talmas xodim qobiliyatli olimlardir. Ularning davolari yosh bo'g'inlarni so'zdan ko'proq ishqa o'rgatish kerak. Mundaq bo'lmaganda maktabdan bilib chiqqan ilmning amaliy jihatdan bir ishqa yaramasa, quruq falsafa setib, olamni yangratgan bilan inqirozlikdan, ya'ni bu yerda munqarizlik demakchi. Qutulanmaysan. Burunlarla biz mollalarga kamchilamas edik. Shundaq bo'lsa-mu, bu ahvol bizning inqiroz tarafga minishimizdan to'sanmadi. Sababi ular falsafa setib, odamni hayron qoldirishga moyil bo'lsa-mu, ish to'g'risiga kelganda ular o'z maishatlarini, o'z turmushini o'zlari ta'min etishga ojizdir. Shuning uchun bularni avom xalq molla kishi, yarim kishi deb ataydi. Qachonki bizning xalq molla kishi, yarim kishi degan e'tiqoddan qaytib, molla kishi, butun kishi degan e'tiqodga kelsa, mollalarni faoliyat ko'rsatib, molla kishi, butun kishi, avom kishi, yarim kishi ekanligini amaliyat ko'rsatgidek kelsa, taraqqiyot yo'liga kirib, inqiroz yo'liga kirmaydigan bo'ladi. Yana Nushirvan apandining Qashqa maktublari orasida mono jumlalar ko'rindi. Yaqinda Qashqalik bir qozining ayoli qechib bir Xitoyga borgan. Qozi mazkur Xitoy ustidan hokimga arz bergan. Mazkur ayol hukm vaqtida mening erim qozi emas, Xitoy degan. Yana bir Uyg'ur bir Xitoyga qarz bo'lgan 15 so'mni berilmaganlikdan aziz bolasini so'yib bergan. Mana bu bizning turmushimizdir. Men mushu qurni o'qiyotgan vaqtimda nimani o'yladim desam, kallam kelgan narsim yerni ayt samimiylik bilan dey. Molla kishi, yarim kishi deb degan vaqtda o zamanlarda o pen, yani ilim pen bugungi kundagi masalan asli bu ilimni biz nimadan keyin shu Xitoy dinni cheklagandan keyin diniy ma'rif va fanniy ma'rif deb ayrilgan bo'lg'achqa bizning qalbimizda din odamlari va fan odamlari deb mana ikkiga ayrilgan bir tushuncha shakllanib qolgancha qallada. Amaliyotda ma'arif va ilm undaq ayrilmaslik kerak. Din, fan deb ayrilmaslik kerak. Musulmonlarning taraqqiyoti ikkili dunyolik uchun foydali bo'lgan narsaning hammasi, ilmning hammasi o'rganilishi kerak. Din shu ilmlar ichidagi muhim bo'lgan hayotimizning butun o'y-xiyollardan tortib tafakkur hammasigacha yetishadigan
umumiy yaşam şeklinin asası. Onun üstüde yani mesela edebiyat, fizik, astronomi, bugünkü gündeki nurgullanmış şu doktorluk deyimiz. Siz muş kesiplerinin hemmisi mi? Yine muşun içinde buluş gerek. O zaman da bu xalqlar faqat mesela muş medreske berip ancha munchalık apırıp azraq sürülen yadlap namaz okuyalıqdek bolğandan keyin lamandikin hammadan şu etizliq chiqib ishlab jan beqib yashab qo'ygandikin. Peki yuqori o'qiydiganlar bunday Qur'on o'qib yoki qari bo'lib yoki bundaq bo'lgan bo'lg'achqa ma fanniy jihatda o'qiydigan bu ishlar yo'q. Kishilar bu vaqtida mushu fanniy ma'rifga qattiq intilayotgan, sirtqi dunyoni azroq biladimi, azroq masalan O'rta Osiyo bilan tijorat qilayotgan va yoki ayni vaqtdagi G'ulja, ya'ni vatanimizning G'ulja rayoni madaniyatning bir ishkiga aylanganda, shu bu bizning O'rta Osiyo yoki Yurus madaniyatining Sovet ittifoqining madaniyati G'ulja orqali singib keldi. Masalan, endi shu vaqtda shuningga bo'lgan intilish tufaylidan diniy kishilarni faqat yerim kishilar mush o'zi yodlab olganini bilib yaqinqi dunyodan xabarsiz deb qaraydigan ma'qul narsa ni o'tirib qo'ymoqchiman endi. Endi bugungi kunda shu fanda o'qiganlarni dal mushada masalan fanda o'qiganlarning ichidami albatta o'zininki namozlari joyida, Qur'onlarni o'qilaydi va shu asosli musulmonlikning ahkomlariga bo'ysunib yashash uchun yana o'rganishlarini davom qilayotgan. Ammo diniy sohada maxsus o'qib diplom olib, manda qilmagan bo'lsa-mu, lekin to'xtamay o'rganayotgan, ammo o'zining ilm fan sohasi deb turayman, yana shuni ishlatishga majburman maqsadimni ifodalash uchun. Mayli nim bo'lsin masalanga fizika, ximiya, doktorlik u bu sohalarda olsun. Mushu sohadagi bu o'zgarib ketdi ya. Bayqaldim, qaytibsam bo'lamda bu. Yeni bir buyut. Kishilarni yana o'xshashlam yerim deb yoki bo'lmasa bak ishkilisi yana o'xshash darajada qaralmaydi. Bugun biz ma tarafdan ayni zamanda fanni bilmaydi degan bo'lsa, bugungi kunda dinni bilmaydi deb yana o'xshash xil narsa bor deb o'ylayman men. To'polama bu nima o'zgarib ketib qoldi. Boyaqa men o'qiyotgan yer. Chunki to'xtab turanglar, ma'lum. PPT'ni mushkaga yemiş şu deymi? Mana. Ma sol taraftan başlaydı ekanman. Men keptiman. Acaba ma to'lib buzib ketib qolamaymi ya? To'xtab turanglar, men paylaşımni to'xtatib o'tib qayta qilay. Bu kitobniki. Endi bildim. Endi mana, endi o'xshaldi. Ayada ishki bet biraqli ko'rinsin degani nima qilib qoldi. Davomini bir necha muhim yerlarni deb
ötep giteyli, çünkü bugün atiganda başka derslerim var. Bundak kösanlar görüp ötep giteyleysizler. Mana bu bizning turmushimiz. Demek hem yerde bir ahval. O yerde mu şundaqla payışvazlar, divanılar, tilemçiler, qımarvazlar birinci derecede rol oynaydı. Milletperverler, taraqqiyperverler ikinci derecede turdu. Yuqorida Sharq Turkiston Uyg'urlar avval Uyg'ur atılıp keyin atsız qolgan degan edik. Nima uchun? Yerlik bir türk sen kim desang Qashqalik, Xotalik deydi. U yerning ismi go desang hamon men musulmon deydi. Yoq diningni so'rmadim desa u qo'p men chento deydi. Қазақ қырғызға аралашқан yerdekiler biz sart deydi. Demek ular özlerinin kim ekanligini bilmeydi. Mana bu cehalet. Buğraxan. Qashqi xallardan Buğraxan ismiga bag'ishlangan Qutadg'u Belik kitobini yozgan Yusuf Xasajib bilan Mavaru un-Nahrdan bo'lgan Yusuf Qodirxon ikkisi bir odammi? Mundaq bo'lsa, mazkur kitob 10-asrda yozilgan bo'lishi kerak edi. Chunki Yusuf Qodirxon 961-yili Qashqarga borgan ekan. Halbuki Qutadg'u Belik 1071-yili yozilganligi kitob ichida ma'lumdir. Buğraxon Qashqar xallarning ismimi yoki mazkur xallarning unvonimi? Ya'ni ma'vu degan bir 100 yil burunqi mushu haqda fikr yurgizayotgan bir odamning xayolini qilinglar. Biz bugungi kunda nurg'unlagan 100 yillik tadqiqot, araştırma iliqi, ayni vaqtda qo'l yozmasini o'qish u bulardan keyin, ondan keyin qo'limizda nashrdan tayyor kitob chiqqan bo'lg'achqa, ayni zamanda Sulton Buğraxon manda qilgan u bu deb deyalamiz. Men 100 yil burunqi ahvollardagi mushu fikrni o'tirib qo'yayotgan bir kishiman. Burunqi turklarda Xaqon bilan xonning mavqalari birmidi yoki xon demak Osmoniylarning podshohlariga o'xshash bir unvonmidi? Shuraning o'tgan yilgi sonida yuqorqi savollarga taalluq bir tarix chizilgan edi. Buningdagi shaxslar kimlar? Madayin shahri nada? Uyg'urlarning birdan bir ko'ni asri ulug' asar Qutadg'u Belikni Shura sahifalari chiqarib turk qarindoshlarni xushal qilishga mumkin bo'lmasmi? Mayada hem Türk hem Uyghur işkilisini tan işletken müşü yerde davatkan bütün Türk digini Uyg'urlarni ko'rsatdi. 1910-yili Mötever Shuradan Yusuf Sekkaki kim ekanligini so'rab yozgan edim. Ya'ni Shura gizdiga Yusuf Sekkaki kim deb yozgandim deydi. Buni biz klassik adabiyot o'qidik-ku. Klassik adabiyot darsimizda bor bu kishilarning ismlari. Ammo o chaqda unda darslik deydigan, unda nas yo'qdi, hech nima yo'qdi. Bununla bolsa mazkur adam to'g'risida rus sayyohlardan birining bir risolasi bor ekanligi, lekin hozirgacha mazkur asarning tepirmoqligini yozgan edingiz. Ammo o'tgan sonda mazkur asar idoriga bir muallim tarafidan hadiya etilganlik yozilgan edi. Shundaq bo'lsa, mazkur adam to'g'riliq hech narsa yozilmadi. Hamda bu to'g'riliq bir himmat qilib yozsangiz edi. Biz bununla intizor bo'lib qoldik. Yani yana mazkur muallif muhtaram Pantosovning Taranchi Qashqarliklar tarixiga oid bir cho'ng asar bor ekanligini aytadi. Bundaq asarlar kimda bo'lsa-mu tuvandik adresga ochiq xat qilsa, ma'lum qilsa, ortig'i bilan pul to'lab setib olgan bo'lar edi va boshqa oladigan odamlar tepilib qoldi. Adresim CT Sovut ayadagi davatqani Podgorniy Semirich Obel de Jarkent u iz Silo Koljat ne Abdusametov. Shuraga yozdi va mushu-mushuninga oid materiallarni men pul to'lab setib olsam mayli basanglar deydi. Shuraning javobi. Birinchi, ikkinchi ham uchinchi masalalaringiz haqida Tarix Hamsiya Sharqiy kitobida bir qadar ma'lumotlar bor. 658, 681, 683 betlarga murojaat qiling. 4-ci Medayin İran şahlarının paytaxtidan biri bo'lgan mashhur shahar bo'lib, xarobilari bugungi Bag'dodga yaqindir. 5-ci Qutadg'u Belik Uyg'ur qadim bilan yozilgan cho'ng bir asar bo'lganlikdan Shuraga ko'chirib yozishga bo'lmadi. Ko'pchilik Yusuf Xasajibning dаңlıq Uyg'ur olim ekanligini hammamiz bilamiz. Lekin bugungi kunda Qirg'izistonda Yusuf Xasajib Qirg'izlarning olimi deb qaralib, Qutadg'u Belik asrimiz deb qaralib, maxsus Yusuf Xasajibning nomida universitetlar qurilib,
Bularning mukofotlari tasdiq qilinib, heykellari qatirliq. Hech narsa deyolmay, mishati so'zlab o'tirish qilam. Boshqa ish qo'ldan kelmaydi. Vatansizlikning yana bir biz mushu yerdagi yana bir tablosi. 6. Sizning savolingizga kelganda ma'lum ruscha asarni topolmadik. Keyin mazkur asar keldi. Lekin u vaqtda sizning savolingiz xotirimizdan chiqib qolgan ekan. Endi savolingizni xotirimizga tushadingiz. Lekin kitob tepilmadi. Shuning uchun ishingizni bajarolmadik. Ma'zur ko'ring, 1910-yili 15-may Shura jurnali Orenburg. Bu yerga qarab haqiqatan nilqim. Ayni chaqdadagi matbuotlar, bu narsalar mushu kishining bizning turmush degani tugdi. Uni haqida yana bir asar bor, qisqalam. Uni o'qitimiz men bu yerda ichildimi, nada ichildi, nima kitobcha ichilgan kitob to'la nima ketyotdi. Generallar qismidan. Xotin qizlarga nasiyat deydigan yana bir asar bor. Undan boshqa Nushirvan Yavshevninki bakchiq narsalar borchu aylanqayam. Kechiringlar, beklam. Ben bunu kichiklasam bo'lmayotdi. Qanday qilsam? Endi bo'ldi, topdim. Ruxsoylarning to'xtab turinglar, xotin qizlarga nasiyat nomli asri. Bizning turmushning keynidan xotima. Qashqa Uyg'urlarning islomni qabul qilishi, 6 shayga safar. Misollar uchun qidirib chiqdi. Nuzg'un. Men mani taxminan bir nimsini tepib bilib. Endi topdim. Mishni o'qib aytgandan keyin tugidagi qisqalam. Xotin qizlar tarbiyasi haqida bu 100 yil burunqi o'tirib qo'yilgan fikrlar. Taranch xalqi burunqi zamonlarda xotin qizlar tarbiyasiga to'liq ahamiyat bermagan. Xotin qizlarda o'qish tegib yangi bo'lmagan desak yolg'on bo'lmas. Buning sababi o'qigan mollalarning turmushda ishga yaramaganligi bo'lib chiqadi. O'qigan odamlar bo'lsa, gaygisi o'xshash tayyorlab bo'lib, kishining qo'li qarab turgandan keyin o'qigan odamlar mundaq tayyorlab bo'lib, kishining qo'li qolgan ish bo'lsa, xotin qizlarning o'qitishda nima foyda bor degan e'tiqodlar sababli deb o'ylayman. Chunki taranch turklarda bu to'g'risida turmushdan ilinib aytilgan maqolalar to'la. Masalan, molla kishi, yerim kishi, mollaning deganini qil, qilganini qilma deyiladi. Ya'ni molla o'z deganiga o'zi amal qilmas. Chunki turmush ayni shunga majbur etadi. Demek, o'qigan odamlar yerim bo'lsa, turmushda ishga yaramasa, qo'saq to'yg'izmoq uchun bilib turib vijdon setib kun ko'rsa, qanday qilib xalqlar bularga agasin, bolalarni o'qitsin. Shuning uchun taranch xalqi erlari mundaq bo'lganda xotinlar nima bo'lmoqchi deb ularning o'qitish tarbiyasiga ahamiyat bermagan. Yolg'iz iymon sharti bilan namoz tariqasini yodlatish bilan kifoyalangan. Lekin taranch xotin qizlar o'qimasimi turmush maydonida g'oyat cho'ng o'rin tutgan. Ma'lumdirki, taranch xalqi 100 yildan ortiq chin ma'nosi bilan qulluqda yashagan, taranchilar butkul umrini alvon yasoq yo'lida kechirgan. Shunga qor kunlarda butun oilani boshqarib tarbiya qilib turg'uvchi xotinlar bo'lgan. Ular qo'sh haydagan, o'mi o'rgan, xaman tepgan, ochliq olgan. Alhosil butun oilaning taqdiri xotinlarning qo'lida bo'lgan.
Bu vaqtlarda erlar xotinlar bilan birga yaşagan, to'y-to'kun məriklərdə həmmisi bir meydanga yığılıb, birlə oynab, birlə gülüb, hayatның ən ağır günlərini ümitlendirib, şatlandırıb, hayatның turmuş ağırlarını unutuldurışqa tirishqanlar. Shundaq qilib bular mundaq Kongo yig'inlarni shodlik bilan o'tkazgan. Taranç xalqining mundaq shodlik meyramlaridan, meyram degan mərika. Biri həməl fəslida bo'lgan No'ruz meyramidir. No'ruz meyrami mundaq bo'ladi. No'ruz kuni Kongo xalqi bir maydonga yig'iladi. Uningda meyramga munosib milliy o'yinlar o'ylanib, yangi yilning barcha uchun qutlug' bo'lishiga tilaklar tilindi. Yo'llar silinib, gulangishlar uchirildi. Majlisda erlar, o'g'illar, xotin-qizlar bir-biriga yaqinlik naqshlar bilan xitoblar qilib, fotolar selishidi. Mayada nimalar ekan? Bizning bu yozganlarimiz bundan 60-70 yil baldırqi taranç turmushini ko'rsatadi. Ya'ni 1800-yillar demoqchim edi. Kerak bu turmush o'zgarish kuchirdi. Eli taranchilarga o'tib, andan o'risqa o'tgandan keyin turmush texim o'zgardi. Qishloq xotinlar baldırqidek erlarga umr yo'lida yo'ldoshlik vazifasini o'tab, hayot chig'irida ikkisi birga ishlab kelsimi, shahar xotinlari sart qarindoshlarimizni, sart degani izbek degani o'zbek o'xshaydimi edi. Körmüşli öy içigi soğunup erlerge yoldaşlık hususiyetini yoqatdı. Erler bu mezlum xotinlarga baldırqı çin nezirini yoqtup, baylığı bilen baqqallıqdan bularni şundaq solap turmuşni afzal ko'rdi. Demek şu günden başlap taranchilarning yerim mo'jizasiga shamaldari palash kesiligi yo'liqdi. Taranchilarning xotin-qizlar to'g'risida ulg'argan xalqi sart qarindoshlar bo'lgani uchun tabiiy bularni o'qitmadi. Buning ustiga qozoq qarindoshlarimizdan ko'rish bilan ikki xotinni elish odati paydo bo'ldi. Taranç xalqida ikki xotin bilan turmush boshlangandan keyin turmushlarimiz asosan o'zgardi. Ilgarki oila saodati, er xotinning bir-biriga ishonchi tamoman tugidi. Bu kasal paskina qayerlarda saroyit qildi. Taranç xalqi burunqi zamonlarda 18-20 yoshga yetkazib bola uylantiradi. Ammo keyingi chog'larda 13-14 yoshlik bolalarni uylantirishga boshladi. Mundaq yosh uylanguchilar orasida tabiiy muhabbatsizlik hukm surganlikdan er xotinning ajrashib, oila buzishi tabiiy bir ish bo'lib qoldi. Tabiiyki mundaq ajrashishning to'lirog'i erlar tarafidan bo'ldi. Xotin-qizlarda ham xurofotga ishonish kuchli bo'lganlikdan erlarning muhabbatsizligini jodu, sehr, so'ydirguchi, bezdirguchilardan ko'radi. Shuning uchun ba'zilari erlarni o'ziga qaratmoqchi bo'lib, turli choralar kirib, jodugar, qasidixon, mollalarga topgan mollarini berib, oxiri shu yo'lda qurbon bo'lganlar bo'lgan. Bu yozganlarimiz bundan 15 yil boldir boshdan kechirgan ahvollarni bildirdi. 1905-yildan keyin, ya'ni 1880-90lar ekan da'vatqani. 1905-yildan keyin taranch yoshlarga bir ufqum kirib, ko'zlari ichirib, yorug' dunyoni ko'rishga boshlagandan keyin er bolalar o'xshash qiz bolalarni o'qitish haqida fikrlar maydonga keldi. Bu to'g'rida taranch yoshlari deganlik harakatda bo'ldi. Her yerda qizlar maktabi ichilib, ularni o'qitishga boshladi. Bu chog'da xotinlar ilgarkidek uydagisi uyda qamalib, har yerdagilar yana erlarga yo'ldoshlik vazifasini bajo qilib keldi. Xotinlardan xotin qizlar toifasining ahvollarini qayg'urg'idek yoshlar zotlar yetishga boshladi. Bu turlik ma'lumotlardan ko'rinib turadiki, onalarning maydonga chiqib ishlashiga ahvol imkoniyat bermaydi. 1917-yildagi fevral inqilobidan keyin ayollarning maydonga chiqib ishlashiga yo'l ochildi. Xotin-qizlar huquqda erlar bilan tekshi deb e'lon qilindi. Bu inqilobni shahar xonimlari qarshi olgandi bilmayman, lekin qishloq xotinlari to'lim xushallik bilan qarshi oldi. O'zim turgan G'oljat va Ketman qishloqlarida hurriyat bayramlarida erlardan xotinlar nurg'unroq bo'ldi. Saylam kunlarida saylam majlisida yana xotinlar to'laroq edi. Bu ahvolni ko'rib, taranch xotin-qizlarning yashog'isiga imonim ortgan edi. Xotin-qizlar yashasa, xalqning o'zining yashaydiganligi oshkora ko'rinib turadi. Shundoq bir ahvolda Uyg'ur xalqi 18-yilning voqeasiga uchirdi. Bu ig'ir ahvolning ta'na ta'siri bilan taranchi xotin-qizlar bir oz susishib turgan bo'lur. Chunki shu yil ichida bularning ko'zi ko'rinarlik ishlagan ishlari borligini bilamadim. Durust, shaharlarda taranchi xonimlari xotinlar bo'limida ishlab turgan ekan. Ba'zi yerlarda xonim qizlar so'yuzi bor ekan. Bir necha qizimiz Toshkent Turk Tatar bilim yurtida o'qib tugdi. Bu sanalgan ishlar boldirgi zaman qaraganda cho'ng ko'rinsimi, hozirgi zaman qaraganda hech narsa emas deyman. Chunki hozir xalq hukumatining maqsadi savodsizlikni tugatish bo'lgan chog'da ular menga kichkina ko'rinib turar edi.
Taranchilar har qayerdagidek savodsizlikni tugatishga ichilgan maktablarda cho'nglar o'qiyotidi. Ammo shu qayerlarda xonimlar bir yoqda tursin, qizlar maktabimi yo'q. Bu qandaq ish? Hatto Yorkent shahrida taranchi xotin qizlarning o'qish taxmin qilingan holda Xoljatdan kelgan ishki Dartman xonim maktab ichib o'qitmoqchi bo'ldi. Bular o'zida ma'lumotsiz bo'lganlikdan o'qishga kelgan edi. Taranchilarda xotin qizlarning holi shundoq. Manganda biz yo'ldoshlarımızdan ajrab keyin qilishimiz ehtimol. Bizning yo'ldoshlarımızdan qolmasligimiz uchun xonimlarni oqartish yo'lida jiddiy harakatda bo'lishimiz lozim deb bilurmiz. Yuringlar xonimlar birga mangayli. Men yo'ldoshlarımizga erini ko'rsatmoqchi. Tang mangmisak keyingi kunlarda ajrab yo'limiz ayrilib ketadi deydi. Suyimlik azizlar, biz buningdan 100 yil burun yashagan ikki parcha asarni asli manbasi asosida o'qidik. Yani şu O'rta Asiyada retlengen Xitoyda emas. Xitoyda yani vatanimizda şu keyingi vaqtlarda retlengenimi bor ekan to'q, lekin men aslisidan o'qidim. Chunki ma tahrirlash jarayonida nurg'un narsa o'zgarib ketdi. Masalan, o Sharq Turkiston, masalan turklar, sartlar ma gaplar ilinmaydi-chu, o'chiritildi. Chunki men ishlab baqqan. Shunga asli Yo'riq Sayillar degan kitobdan o'qidik. Suyimlik azizlar, 100 yıl burunda aeroplan yoktu. İşek karıla yoki, yani aeroplan yoktu deganda ma o Sabiha Gökçen'le aeroplan neydi atkan zamanla, ama biz turmuşimizin dağıttığımız, bizden Uygurlarning vatanimizdeki avallar. Kastamburulkalar yoki bugün gerek bu hayatlar yoki Gambiyan Somyan Hogo Mogolar yok olushi mumkin. Ama bugungi kunda bu narsalar paydo bo'ldi. Lekin mingimiz, kollimiz, ideyarimiz, dunyoga qarashlarimiz da qanchalik farq bo'ldi. Taqdirimiz, qismatlarimizda qanchalik farq bo'ldi. O zamondagidan yaxshi deyalimdi. Asla. Better. O'xshash. Buning better yeri mandaq ikki nuqtada. Birisi, o chaqda biz mana butunlay yeliqay. Bugungi kundagidek butunlayla munqaris bo'lib, mushtaqli ilinmagan. Bu bir. İkincisi, o çağlıda bilmezlikten rahat içtiydik. Bilmeydi insanlar. Dünya nerede, biz nerede, kandak bilmeydi. Bugün günde vatan içindekiler dünyanı bildi, körüdü. Hiç bilmeyen kinolardan tova, malum adamlar manda yaşaydık edep bildi. Biz çetelge çıqqanlar. Mesela Nazar Hoca Abdusamet, Xoljatdan bağan ikki xonim Uyg'ur xotin qizlarini o'qitmoqchi bo'ldi. Xoljat tatqini hozir bular shu vaqtdagi Qozog'istonning Xoljat o'chaqda Qozog'iston Sovet hokimiyatiga o'tib ketgan, ya'ni ma u tarix kitobda o'qiymiz-ku, vatan sotquch Char Rossiya va Jungo kelishimnomasi deydigan 18-dan oxirini qilgan. Shu vaqtda bo'lib kesib ma u Char Rossiyaga berib o'tildi-chu. Şu hazırki Xoljat Qozog'istondagi ba'zi rayonlar. Shuning bilan bizning G'uljiga tava bo'lgan rayonlarimiz hozir ma tarafga o'tib ketgan nima u. Shu vaqtdagi nimadan sabablik. Endi shu yerda mushu dunyodagi bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rgan Uyg'urlar shu yerda o'zining shu hayotini yashab vermay, men ma'ni qilyapman. Vatanimda qanday qilay? Xotinlar berib xotinlarni oqartib o'qitay. Bu narsa men mayada buni yashayapman u emas. U vaqtida ularning allaburun shu yerda ilqim mandaychi bizdek manda uyini oyat qo'yib mandaq ko'chish to'g'ri undan ko'chim bo'ldi. Lekin u ko'chlarninki nimasida shu yerda yashab ularning muqim bir o'rni bo'lib qolgan-chu u yerda. Bizdek uyimiz mesela birimizning G'uljida, birimizning Qashqar, birimizning Urumchida qilib, menda Tokko'da Safarköy Zaytunburni uyga chiqib qolgan manda avval emas. Shunda bir muqim hayoti bor, ashta turib, yana vatan deb so'qqan yuragini ko'ralaymiz biz Nazar Hoja Abdusamatning. Millatim deb ularni qanday qilib mushu men ko'rayotgan mushu yo'riqlikni ko'rsataman deb qilayotgan Yo'riq Sayillar deb yozgan bu asardan ko'rib olaymiz kitobidan. Uningdan boshqa bizningki turmuşimizda qanchalik o'zgarish bo'ldi. Men nurg'un gaplarni diyamadim. Ya belki ifoda qilamadim, va yoki jur'at qilamadim, va yoki jiq ichimda diyamayotgan nurg'un gaplar bor, qallamda bekchiq narsa bor. Balkim ifoda qilolmayotman chiroyli tushunishli bir shaklda.
Ama biz nima uchun 100 yil keyingi bugungi kunda texim battar bo'lib ketdik? Biz mesela mushu vatandagilarninki dunyoninki qandaq nimaligidan biz yashab baqqan ya mesela 2013 2014larni xiyol qilayman. Dunyoning qayerga ketganini bilamiz. Bizmi adamg'u nima uchun biz bunday yashaymiz, o'ylaymiz. Biz qo'sqimiz to'yganimiz uchun ham emas. Ruhimizning, ma'naviyatimizning, e'tiqodimizning, millatimizning, oilamizning, farzandlarimizning sofligi va to'g'ri yo'lda bo'lishi uchun shu yo'riq bir dunyoni ko'rayotgan, intilgan urg'unlarimiz har xil sabablar bilan chetga chiqdi. Vatandagilarninki hech qanday hech narsadan iliqim gunoyi yoki sorumluluk yo'q hozircha. Bizning ustimizda bor nurg'un narsa. Biz nima ish qilyapmiz? Bizning ishimiz bir-birimizningki kiyimining uzun qisqaligi, beshining ochiq qiyiqligi, nima qilgan qilmaganligi, kimning uyda xrustalning borligi, kimning dasturxonining o'zi sog'inligi bilan. Mushta bo'lsa bo'lamdi. Bizning qilayotgan ishimiz Allohdan, xudolik talashib, haqning iymonini baholab, uni jannati do'zax qilish bilan bo'lsa bo'lamdi. Bizning dardimiz kechki qo'saqning g'imi, uyaga borsam lag'may yemmayman, bu yerga borsam jon boqolmayman, yoki u buma. Bizning g'imimiz qachon din eg'izda davolimiz. O'zimiz va bolalarimizning, vatandagi shu kishilarimizning-chu. Mening bir gapim bor. Yezilinglar, mening ismim bilan yezilinglar. Hammadan lider bo'lmasin bo'laverdi. Lekin chet elda yashayotgan har bir Uyg'ur lider bo'lish kerak. Qaytgandan keyin o'zi bir yerdan tutish kerak va shu tutgan yerda lider bo'lib, o'rganganlarini ishlatish kerak. Biz nima uchun Kiyani deb oxirida kelib yana Kiyaniga yo'gab akeldi demanglar. Shaxsan men Öne ögünüş üçün bor bu yerda. Jiq maqsadlarim bor. Albatta pul bor, sog'lomlik bor, sizlardek shunday qarindoshlar bilan tonish bor. Mening topgan bir ishim bor, dunyoviy cho'ng bir ishning ichida turib taraqqiy qilish bor. Nurg'un narsa bor bu yerda. Bekchiq. Lekin shu ishlar ichidagi eng muhimi bu yerda öne ögünüş bor. Mushu yerda darslarga astoydil qatnashish jarayonida biz his qilayotgan sistema. Nimishqa darsga qatnashinglar deymiz. Müşahidki 11'inlardan Allah razı olsun. Bir minut tükdüm hemen yeni bir ders kirimiz. Neymiş kuşuna deyimiz? Ma bütün sistemini körünla deyimiz. Ma bütün sistemini körünla deyimiz. Sizler hazır benim keynimdeki men koyuvagan bir parça resimni görüvatsızlar. Ma benim keynimde, ma yerde bu resim yok. Benim keynimde ma yerde kitaplarım var. Mayada ballarım Kur'an anlaydıgan bir saldıra baba. Ayada gilibus var. Mayada somkam var. Kur'anım var. Ayada bir tal men yaxşı gördüğün bir tam resim var. May keynimni körüvatgan narsa ma. Sizler ders qatnaşsanglar, mani köreleysizler. Mani emas. Men muşunu demekçi. Sizlerning hazır körüvatganlar faqat Kiyani, yeydigan narsa, şu edem tapımız andan maaş çıkıdı. Sizlerning körüvatganlar hazır his qilayotganlar mushu. Amma mening körüvatganim onun keynidagi cho'ng bir narsa. Biz uygunadigan öne ve mushu öne orqali mayli oshxona ichinglar, mayli qo'yib yiqinglar, mayli raq tikinglar, mayli vatan o'qituvchilik qilinglar, mayli yesli ichinglar, mayli bir tijorat qilinglar. Hatto shu oila boshqarib, bolalar tarbiyalanganlarmi ajoyib cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Biz Kiyani kushunish cheyida, Qalbinurning boshchiligida kitap söhbeti çeyi programımızını təsis qildik. Və tunjisiga mening Bay dadam Namrat dadam degan kitapni o'qidik. Bay dadam Namrat dadam degan kitapda nurg'unlarimiz farzand tarbiyasi deydigan narsani ko'ra oldi kitapdan. Qanday pul tepish degan emas. Demek bizning nimaga diqqat qilayotganligimiz va nimani ola olishimiz bizning iqtidorimiz va ko'rish quvvatimizga bog'liq. Ko'rish quvvatimizni oshirish uchun darslarga qatnashishimiz kerak. 100 yil burungi o holatdan bugungi kunda dunyo taraqqiy qilib bir yakkasi o'zimizning izidimi turolmay bu qadar chekinib ketishimiz. O kostumborlik kiyvas hisob emas, oltinlan jaranglatib taqavas hisob emas, qo'lga iPhone tutuvas hisob emas.
Şu zamandaki başka kişilerin takdiri bilen biz nerede tok? Bugünkü gündeki şu kişilerin takdiri bilen biz nerede? Manın qaraymiz. Hemmeden taraqqib ketdi. Hazır. Bek iliqi azaplanıp ketken sanlar Afrikadaki, Somalidagi açlıqdan ölüp ketayotganlarni xiyol qilsanglar, ularning vatani var ya. Men üstün deyli desanglar. Şunun üçün ügüneyli, tefekkür kılaylı, aklımızı işleteyli, kallımızı, hayatımızı başkalarına amanet kılıp koymaylı. Çünkü biz sorayımız, biz sorulumuz. Bugünkü dersimi şeygice, emanlar köptün köp rahmet. Ma ekranı varanlar kesip alanlar, çok aysanlar kesip alısılar. Mihra yedem yokken. Nurbiye siz varkensiz. Sizi yutup koymak için ben yanına tekrar unutup kaldım. Avazınızı açay. Tova, kallam nem bolatıdı. Dep bana bana kana kesme. Avazınızı açardınız mı, yok mu? Buldu, ben kaysanlar kesip alalısınlar. Açamadınız mı? Ses açmayı iste. Hem de içildi mi? Hem Ha, içildi. içildi. Qanday qilma? Kontrol, Shift 3. To'xta. Ctrl Shift 3. Hı. Bu mu diye? Yok, bu mu diye? Ama comment ne besene? Comment. Heh, bo'ldi endi. He. O'rgandim. Hı. Rahmat. Bo'ldi, size yeni bir ders ko'rishaylik. Allohga emanet. Allah'a emanet. Allohga emanet.